Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Bugun mana 14-mart 2026-yil. Xonadon pistalar o'tlash boshlandi. Hozir ayni vaqti pista navlariga qarab o't beriladi. Hozir tol malikasi ertaroq gullab, ertaroq rivojlanish boshlanadi. O'shaning uchun tol malikasidan boshlaymiz o'tlashni. Hozir bir tup xonadon pistaga 280 gram, 200 gram atrofida o't berilyapti. Hozir tagi tozalab olindi shox-shabbadan. Hop, e'tibor qilamiz. Mana kurtaklarini agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana kurtaklari rivojlanib boshlagan, o'sishga o'tyapti. Gullash jarayoni ham yaqinlashyapti. Hozir bundan hosil kurtaklar yo'q ekan. Bu yoshroq pista ekan, mana ko'ramiz, mana o'sib boshlayapti. Endi o'tni sepib olamiz. O'timizni belgilab olamiz. O'sha belgiga doim o'lchab bir xil qilinsa, shunda kam yoki ziyodi bo'lib qolmaydi. Mana selitra bu. Selitra o'sishini tezlashtiradi. Endi chopib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Chopib qo'ydik, tagini yumshatib. Bu o'tlash jarayonini chopiqlarda imkoni boricha kurtak yorib o'sib boshlaguncha berish kerak chopiq ishlarini. Sababi kurtaklarga odam tegib ketishi mumkin. O'sha tegib ketgan payti ko'p zarar yetadi, sinadi. Yangi o'sib kelayotgan novdalar nimjarroq bo'ladi. O'shaning uchun mana shunday kurtak endi yorib boshlagan payti berilsa, birinchisini yaxshi bo'ladi. Ikkinchi o'tlash jarayoni pistalar o'sib boshlagandan keyin, yaxshi rivojlanib boshlagandan keyin 10 kundan keyin, balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ikkinchisini o'sha ob-havoga qarab, imkoni bo'lsa 100% yomg'ir yog'adigan bo'lsa, o'sha bir kun oldin, kechqurun yoki yomg'irdan sal oldin berib chiqilsa yaxshi natija bo'ladi. Yomg'ir bilan singib ketadi. Ozroq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisini ham ketmon bilan kurtaklar sindirmasdan tuproqqa aralashtirib bersa yaxshi bo'ladi. O'zlashtirish 100% bo'ladi. Endi yuzaga sepganda oz-moz patera bo'lishi mumkin. Endi mana bizda ko'p pista borligi uchun bizga qulay variant shu hisoblanadi. Birinchisini chopiq qilamiz, o'tini chopib, keyingisiga shunchaki yomg'irdan oldin yoki sog'ishdan oldin sepamiz. Shunaqa qilib 200 gram, 300 gram atrofida pistani kattaligiga, hajmiga qarab, kichikroq bo'lsa kamaytiriladi doza. 3 marta, 4 marta berilsa, kuchsiz joylarda yaxshi natija beradi. Pistalar tezroq katta bo'ladi.